Assalomu alaykum, xayrli kun barchalaringizga. Joyda yuvishda qanaqa apparatlar va qanaqa mahsulotlar bilan ishlashimizni sizga bugun ko'rsatib boramiz. Bizga kerak bo'ladi Santioma, chelak va mini drill va o'zini maxsus shampunlari bor. Bu yerda bitta ko'rsatib boraman. Venus 1,5 litrlik. Bu nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Bu o'sha shampun solib ichiga yumshoq mebelga sepish uchun, shampunni sepish uchun kerak bo'ladi. Bu atir solamiz. Atirni solib, ya'ni yuvib bo'lgandan keyin yumshoq mebelni toza qilib bo'lgandan keyin, ya'ni hidli bo'lsin desalar agar mijozdan so'rab, keyin atirni sepamiz. Buni tushuntirmasam ham bo'ladi. Ichida o'zi dinay, lekin ichida kauchuk soda solingan. Kauchuk soda, ya'ni bilasizlar, yumshoq mebelni, ya'ni nimasi bo'lsa, kuygan joylari bo'lsa agar, kuygan joylari qolgan dog'lar bilan olinmaydi. Kauchuk soda bilan olamiz. Keyin bizlarga kerak bo'ladi Soffa shampun, Carpaxniki bo'ladi. Soffa, xlor yumshoq mebellarning oqi bo'lsa agar, o'shanga ozgina qo'shiladi. Sabab shu uchun xlor kerak bo'ladi. Ya'ni yanada oqartirish maqsadida. Bizga yana bu Renser ko'pchilik yumshoq mebel yuvib bo'lgandan keyin shampun bilan yuvadi-ku o'zi. Shampun bilan yuvib bo'lgandan keyin ushbu renserni sepish kerak. Renserni sepmasa, unga qolib ketadi. Ya'ni shampunning nimalari? Shirasi. Shampunning shirasi qolib ketadi. Shu uchun renserni sepib, keyin chayqab olish kerak. Renser. Ko'pincha yosh bolali uylarga boramiz. Sizlarning yosh bolalaringiz ruchka bilan chizsa agar, o'sha yumshoq mebelni ruchkadan xalos qiladi. Bu taroq bo'ladi. Ko'pincha mijozlar uyda gilam to'shalgan bo'ladi. Gilamni biz yuvib bo'lganimizdan keyin qandaydir qismi, ya'ni ajralib qolgandan keyin o'sha ustki qismini taroqlab olish uchun, ya'ni naski bilan yursangiz agar katushka yopishib qolsa agar, o'shani zo'r tozalab oluvchi narsadan bittasi bu. Yana bittasi bu mini nima, yana shunaqa joylari uchun yoki mebelni bunday teshikcha nimalari bo'lsa agar, nima deydi? Tugmalari bo'lsa agar, tugmani tozalab olish uchun bu. Buni pilososga qo'yishamiz. Pilososga qo'shib, yumshoq mebelni mana bu arasiga kirmaydigan joylarga, arasiga kirib, polnisa chang, musorlarni oladigan narsa. Hozircha mana shular. Keyin metr bor. Gilamni o'lchash uchun. Atiston bilasizlar, laq qilish jarayonida mabodo yumshoq mebellaringizga tegib qo'ysa agar, o'shani ham tozalab beramiz. Обойный нож endi nima uchun kerak? Shu ba'zi joylarga ipi chiqib qolsa agar, o'shani tozalaymiz. Ya'ni ipini uzamiz. Bo'ldi. Hozircha mana shu. Keyin sumka. Keyin qolganlari mayda shuda. Bu yerda peroksin vodorod bor. Peroksin vodorodni aytish esimdan chiqdi. Peroksin vodorod nimaga kerak desangiz agar, peroksin vodorod o'sha yosh bolangizni biron joyi qonab qolsa yoki o'zingizni biron joyingiz qonab qolib, yumshoq mebelga tegib qolgan bo'lsa agar, o'shani ham peroksin vodorod qilib tozalab bera olamiz. Nasib bo'lsa. Keyin yana shotka qopti. Yuvib bo'lgandan keyin, yumshoq mebel yuvib bo'lgandan keyin har tomonga sochi deyiladi, vors tobishi har tomonlama bo'ladi. O'shani bir tomonga chiroyli qilib qo'yish uchun. Yana nima bor? Meni fartugim, chiroyli fartug. Chiroyli kiyaman, oyoqlarga sachramasligi uchun. Bo'ldi, mana shulardan iborat. Keyin mana bu kistichka bo'lsa agar, yumshoq mebelni yog'ochlari juda uyma-ko'rlik bo'lsa agar, chang bo'lib ketgan bo'lsa agar, o'shalarga sepib, ozgina tozalab chiroyli qilib beramiz mana shu bilan. Sumkani polnisi aytib bo'ldim. Endi bunisi drill, обычный drill, suvda ishlaydigan drill. O'sha shampunni sepib bo'lganimizdan keyin bu drill bilan ishg'alab chiqamiz. 3 xil nasatkasi bor: qattiq, yumshoq, o'rtacha. 3 xil. Bunisi drillning nimasi? Zarachik shunaqa narsalari. Bu satil 25 litrlik satir. Nimaga aylanmas desangiz agar, to'rtburchak olganmiz. Sabab Santioma apparatimizga suv solish jarayonida qulay bo'lgani uchun. Aylanada ozgina noqulay va
suv to'kib qo'yish ehtimoli baland. Motor bilan yonma-yon turadi, suv soladigan joyi. O'sha joyiga suv nima bo'lsa, motorga ketsa agar kuyib qoladi. Satilni aytdim. Endi Santioma 1800 wattlik juda ixcham, chiroyli nima qilgan. Bu nima qilib beradi desangiz agar, bu yog'idan suv chiqaradi, bu shlangidan, bunisidan tortib oladi. Bu shlangidan tortadi, bunisidan beradi shlang. Toza suv berib, bunisidan tortib oladi, yana qaytadan. Shunaqa. Keyin bu tortish jarayonida hidlanishi, mag'orlanishi, shunaqa narsalarni oldini olish uchun. Shuncha mahsulotingiz bor, bularni sepgandan keyin allergiya yoki qichma yoki yosh bolalarga zarari bormi desangiz agar, yo'q, albatta hammasini ishlatib bo'lgandan keyin bizlarga mana bunaqa maxsus o'zini nimasi bor. Buni o'lchash nimasi bor, stresslarni. Buni bilgan biladi, bilmaganni bilmayman. Yumshoq mebelni yuvib bo'lganimizdan keyin bu qog'ozchani yopishtirib aniqlaymiz. Agar qora chiqsa agar, uni o'sha joyida, ya'ni stressga qolib ketgan bo'ladi. Agar yashil chiqsa agar, stressga qolib ketmagan bo'ladi. Shunaqa. Qisqacha obzor. Agar sizlarda mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa agar, Samsfatga murojaat qilaverasizlar. Samsfat. Hayotingizni biz bilan osonlashtiring.